Ayyo. 90. Akim bu mashinni. Bunaqa ruchnoy qushlar ham bor. Assalomu alaykum, aka gaptash quvonlari, xonadonlar, uydagilar, abdallar, hammalar yaxshimi? Allohimga hamd sanolar, shukron olsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga durud salomlasin. Mana butun ko'rib turgan birodar azizlar hammalariga salom. Ertaga Toshkentga Akmal akamga, hop, Bobirjon ukamga pochtam bor. Xudo olsa qo'limdan kelgancha chiqaraman. 15 ta zakaz bor edi. Aylanib yurib bozordan topolmadim. Bozor bo'yicha chiqib, kaptar oldim, shularni ko'rsataman. Qush bozor, baliq bozor hammasini ko'rsatamiz bugun bozorda. Bir. Ukaxon ko'rib turgan bo'lsangiz, malladim. Alladimda aytadingiz. 2. Agar Haylokka ham ko'rib turgan bo'lsa Angrindan o'sha yoqqa. Eron. Ya tuzimsiz. Eron. 3. Kuycha. 4. Ama buni juvanacha Reza xushyor ekan oma bori. Reza xushyor ekan. 5. Mana endi haqiqiy egasi bo'lsa, aka, men yo'qotgan edim desa, beraman. Moda o'yini ham, uchug'iga ham gap yo'q ekan. Haqiqiy egasi bo'lsa, aka, men kalaka o'qib qo'ydim, jupladimmi, shu uchirvardim dedi. Agar bo'lmasa, Anjol nima, 6 aralikka ko'rib turgan bo'lsangiz, oldim. Sizni zakatingizni. 6 ta. Akalar yana yangilik keldi. Xudo xolasa inshaalloh korobkada keldi. Shu joylar aka hammasini olib tashlayman. Kimgadir yo'qsa murojaat qilasizlar beraman. Mana momom. Mana momommisiz? Ayyashi. Ana akalar hozir kaptallar ko'rsataman. Aytaverasizlar. Voh! Mashalloh. 7 ta. 8 tami hozir? 7 ta. Amerika ekan. Zo'g'idan ekan. Mashalloh. 8 ta. Mobodo yo'qotganlar bo'lsa Rustam aka, men shoshilib yangi oldim-u, bekaplarga uncha tushunmasdim. Olib borib qo'yib beylash kerak ekan, o'rgatish kerak ekan, men yechib yuboribman deganlar bo'lsa chiqaradi 8 ta. O maşallah. 9 ta. Ye joni hisobi ko'r. Bakinda qarang, bakin ham bakin ekanda. 10 ta. Ya ana yana bitta. Sarig'idan ekan. Maşalloh. Yo'qotganlar chiqaradi. 9 ta. Ye 11 ta. Ama buni kishmish bor ekan. Mashi tusholmaydi aka, yomon zo'r ekan deyishdi. Xo'p bo'ladim. 12 ta. Bola Amerikani ular. Sariq Amerika bas ekan, mana o'zi qakkasi Amerika. Sariq bilan zog' ham Amerika bas ekan. 13 ta. Mana shu haqiqatda yomon ekan. Aka, tusholmasdan o'ynab ketib, shu oxiri tushdi dedi. Bo'ldi. Bor ekan. Raketa bor ekan qonida. Yo'qotganlar bo'lsa, Rustam aka, men jupladimmi, haydadimmi, muchchag'or, yo bo'lmasam ko'pansa yo'qotib qo'ydi. Kaptanlar bilan birga chiqib ketib, qaytib tushmadi deganlar bo'lsa chiqaradi mana. Endi xudo xolasa 14 ta bo'ldi. 14 ta bo'ldi. Qush bozor, baliq bozor, gul bozorimiz, Kanarika bedana bozorlarga Allohdan kuch-quvvat so'rab, sekin boshlab ulab ketaveramiz. Gapiravering. Mana xalqimizga 100% qibi futbolka ko'ylaklarda olib chiqdik mana. 15 ming so'm futbolka, 25 ming so'm mana ko'ylagi. Hamma razmer, hamma rangidan bor. 100% qibi. Rangi chiqmaydi yuvsa. Yuvsa rangi chiqmaydi. Xalqimiz foyda qilsin, olib kiyib maza qilsin. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin sizdan shunchalik. Har yakshanba chiqyapmiz. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin sizdan shunchalik ikkitasi 15 ming, ikkitasi 20 ming, ikkitasi 25 ming deyapsiz. Odamlar kelib olib
Xursand bo'lyapti. Xursand Rahmat bo'lsin, shunchalik. foydasi. Siz olib kelib odamlarga foyda tekkizasiz. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Rahmat, sog' E'tiborchi bo'ling. rahmat, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Kaptar mana Kaptar bozorimizda turli xil ichimliklar bor, mana saqlantiruvchi, energetik ichimliklar bor, semichkalar, qurutlar, ballarga mana sokchalar bor. Kelib muzdegidan, kelib xalq xizmatidamiz. Ichib mazza qilinglar, chanqoqlarni oldiringlar. Hammaning sog' bo'linglar, salomat. Xizmatlar bo'lsa bexijolat murojaat qilsalaring mana yakshanba kunlari, chorshanba kunlari Chorshanba, berishadi. yakshanba kunlari. Mabodo chiqsa, semichkalar bor, qurutlar bor. Mabodo chanqab qolib, erbey qilib gaplashib o'tiraman, savdo qilaman sizlar. Mana semichkalar bor, qurutlar bor, suvlar bor. Endi suvlar bag'ga chanqaverasizlar. Iloji boricha muzda desa, pastdan berishaveradi. Sekin tomoqni qo'llab savdoni qilaverasizlar. Bozor bersin, sog' bo'ling. Akalar, mana har bozor mana yakshanba, chorshanba kunlari Kaptar bozorimizga chiqishadi. Shularni duosini olamiz. Qani Ne'mat aka? Amin. 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 Alloh akbar. Sog' bo'linglar. Bizning yaxshi o'tizingizlar. Vallayingga shukr. Rahmat. Endi mishiq bozorlarimizga ham o'tib gullatib kelamiz. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum. Siz egasiga yaxshimiz. Olasizlar o'tiringlar, olasizlar turinglar. Qizig'i yo'q. O'tiringlar. Mana xalq xizmatini qilib Ergash akam shunchalik qapaslarda olib, erinmasdan berishyapti. Alloh rozi bo'lsin akamizdan. 500 mingdir, 1 milliondir savdoni qilib erinmay olib ketishyapti. Shuni erinmasdan ishlatib bo'lganlarni aka olib kelib beringlar. Olib ketib yubormasdan iloji boricha. Hammasi olib kelib beryaptim qapaslarni. Hozircha hammasi joyida. Birontasi yo'qolgan yo'q, ha? Olib kelib beryapti. Siz shunchalik ertalabda bomdoddan kelib xalq xizmatini qilyapsiz. Alloh rozi bo'lsin. Bitta duo qiling o'zingiz. Alloh akbar. Akajon o'zingiz ham bitta duo qiling. Amin. Alloh. Aka siz ham. Amin. Alloh akbar. Rahmat Ergash aka, sog' bo'ling. Xalq xizmatini qilyapsiz. Alloh rozi bo'lsin. Akalar sog' bo'linglar. Rahmat e'tiborchi. Assalomu alaykum. Alaykum akajon, o'zingiz yaxshimi? Sizmisiz? Qalasiz? Ishlaringiz yaxshimi? Rahmat do'ga shukr. O'tiraring, o'tamiz. Akalar, mabodo agar mishiqlarni o'yinchog'i, tarag'i, ovqatlanadigan vitamini, yotadiganlari kerak bo'lsa mana bor. Mabodo kerak bo'lsa. Mana yana. Bunaqalarigacha ham bor, mana. Endi hali nima deydi? Biz kaptallarni tumshug'iga tupladigan bo'lsak, bular shuni mana ichiga solib qo'yar ekan mana. Buni ichiga solib qo'yib juplab qo'yishar ekan, shunda jup tushar ekan. O'la o'tirishinglar. Maşallah. Mishiqlarda ovqati, vitaminlari, suv idishlari, taraqlari bor. Kelasizlar, murojaat qilib bemalol gaplashib olib beraman. Akalar mana mishiq bozoriga erinmasdan ko'ha olib chiqishyapti. Hamma mahsuloti bor. Albatta aka. Tarag'i bor, ovqatlanadigan bor, suv idishi bor, don idishlari bor, hamma narsalar bor. Mishiqda nishpilliklari bor. Xo'p. Uyda yursa, kalamush, chichqonlarni, skalatlarga, unlarni yeb qo'ymaslik uchun shular bor, ha? Bor. Xo'p, uy mishiqlarimiz 30 ming so'mdan boshlanadi. Qarodalilarimiz ham bor. Ular 600 ming so'm. Bularimiz ballari 30 ming so'm. Xo'p, Britanimiz bor 400 ming so'm, Bengalimiz bor 1 million, Turetskiy angoramiz bor 200 ming so'm, Zolotoy shinshilamiz bor 150 dollar. Hamishoglarimiz bor, donasi 30 ming so'mdan. Telefon qilib so'rashyaptimi? So'rashyapti. Nomeringizni bering. 90lik 344 95 99. Boringizga shu bozorni bersin. Mana Rahmat. odamlar borib mishiq bozorda ham odam ko'payapti. Shuni ko'rib turib, yakshanba kuni chiqyapti ko'pchilik. Opoqlar yuring, mishiq bozorga chiqaylik, gul bozorga, Kaptar bozorga chiqaylik deb olib chiqishyapti. Alloh rozi bo'lsin. Bu hamisha oydiki bu? Ha, hamisha qafas aka. Bu nishpil bu? 70 ming so'm. 70 ming so'm ekan. Mabodo kerak bo'lsa, hamisha oyda olib solib beraverasizlar. Bozorni ham bersin, bozorni bersin. Ko'chib qo'yib turasiz.
Ukaxon yaxshimisiz, sizimisiz? Nech pullar bular? Xonadonida agar mabodo o'ynab, ballar olib boradigan bo'lsa, ishlab olmaydi, ha? Qo'l tutameydimi? Nech puldan donasi? 100 mingdan 500 minggacha bor ekan. Yakshanba kunlar mabodo chiqsalaring, bemalol xonadonga chiqib olaverasizlar bemalol. Bo'ldi, gap bozorlang bo'lsin. Mikrofonni oldingizmi? Bo'ldi. Bozorlang bo'lsin. Anam birinchi qo'lim. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'tiravering. Akalar mana jo'jalar bor. Mana yana jo'jalar chiqdi. Quyonlar bor ekan, qushlar bor ekan. Jo'jalar men endi ko'tarib. Bu jo'jalar nech puldan? 15 mingdan mabodo kesalaring, murojaat qilsalaring bemalol jo'jalar, mishiqlar, mana quyonlargacha bor. Mishiqlar nech puldan donasi? 500 mingdan 50 minggacha xonadonga borib, olib qo'ysa bemalol olib ketishaveradi. Mabodo agar telefon qilishadigan bo'lsa, nomeringizni-chi? 282 19 97 murojaat qiladi, bozorlang bo'lsin. Mabodo agar mishiqni mahsulotlari kerak bo'lsa, mana bor. Ko'rib bemalol olaverasizlar. Bozorlang bo'lsin. Akalar mana mishiq bozordan iloji boricha yaponcha bozorga ham chiqilyapti. Mabodo kerak bo'lsa, ko'rib yoqqanlar olaverasizlar mana. Olaverasizlar. Mabodo yoqib qolsa. Filippin. Mana jo'jachalarni ham akam o'zlari olishadi, akam o'zlari, ha? Boringizga shukr, sog' bo'ling, omadingiz kelsin. Boringizga shukr, sog' bo'lsin. Akam omadingizni bersin. Mana endi hozir mishiq bozorni ham bir ko'rsatib, xudocha qo'limizdan kelsa bozor. Bozorlar bersin. Assalomu alaykum. O'zingiz yaxshimi? Tuzimsiz? Assalom. Quyonlarda narxlari nech puldan bularni? 40 mingdan. 60 mingdan. Bular 60 ming, 40 ming, 60 mingdan. Agar mabodo chiqib olsalaring, yakshanba kuni tutsalar qiyon bozor bor ekan. Qiyon bozorda hamma narsa ko'rib, odamlar kelib ko'payapti. Borgan sari bozorimiz gullayapti. O'xtarganda kelaversan buni. Nech pul akajon? 600 ming so'm, 16 ta balasi. Voy mashalloh. Ballari bilanmi? Voy mashalloh. Aka buni olib borib qo'yib qo'ysa, o'zlari olib borib boqib qilaveradi, ha? Ha, o'zi 100 ta balasi bo'lsa ham olaveradi. Mana qo'shib yuborsak ham olaveradi. 600 mingdan balamalari bilan. 600 ming so'mdan shu. Agar mabodo nechta bor ichida balasi? 16 ta balasi bor. Yem mashalloh. Agar mabodo olsalaring, va alaykum assalom. Mabodo olsalaring 16 ta balasi bilan 600 ming so'm. Dala joy, agarotlar bo'lsa qo'yib olsalaring, bir 15 kun 10 kunda katta olib chiqadi, ha? Cho'si 100 ming. Bozoringiz bersin akajon, sog' bo'ling. Quyon ko'payib ketdi aka. Quyonni zotlilarni ham bozorga olib chiqishni boshladik. Ha. Yaxshi zotlar odamlar ko'rsin, tushunsin, olyapti, tushunyapti. Endi yaxshi narsa ilinamizda va bu odamlarga. Ana shu shogird mana shunaqa yangi narsalar kelsa, odamlar ko'rib, yangilik ekan deb olyapti-da. Olyapti. Ana kecha kuni soddiy savdo qildingiz-a bozoringiz. Bular boshqa buning parodasi. Bu boshqa bu. Buni o'zi qarang, qapasi o'tgan bozor to'laydi. Bozorda savdoni ko'rib, keyin sizdan nima Instagramdan ko'ra odamlar telefon qildi. Sotdik, bitta qoldi mana endi. Buni bozorga olib chiqib turibmiz. Mana endi hozir bu yangilikmi bu? Bu yangilik, kavlik baran degani bu. Bu qayerdan kelgan? Bu asli o'zi bu chet elniki bu. Rossiya, Germaniya, Fransiyalarda ko'paygan narsa. Ha, bizda kam. Bu bizda kam, bizga keldi. Endi ko'payyapti. Bizda ko'payib, endi odamlarga ham olib chiqib sotyapti. Odamlar ham ko'paytirsin deyapti. Ular ham olib ko'paytirsin, falon joydan ketdi quyonlar deb. Ular ham ko'paytirsa, o'shanga yaxshida. Bular oddiy quyonlari, misol oddiy kaptar bor, oddiy cho'kanlar, svetli, qora cho'kan, mala cho'kanlar deydi-ku. Ana shular kaptarlar chet eldan olib kelib ko'paytiradi. Mana siz hozir quyonni zo'r joydan olib kelib ko'paytiryapsiz. Ha, shunaqa chetdan olib kelib ko'paytiryapsiz. Nech puldan bular? 300 ming so'mdan. Moda tayyor, qiz. Olib kelib qo'ysa Balalaradi o'zi. Bunga qanaqa narx o'ziga o'xshagan? O'ziga o'xshagan narga qo'shganmiz o'zi. 4 kun bo'ldi qo'shganimizga. Nech kunda tug'adi? Yana 26 kundan keyin tug'adi. 28 kundan 36 kungacha bo'g'ozli vaqti bo'ladi.
Buni Xudoni berishi bittadan 14 tagacha tuqqanini Ye ko'rganman mashalloh, o'zimda. Alloh razı olsun. Endi kimdir olsa shu tug'atsa ballarini O'tirsa, balasini olib chiqsa, shu yerda 150 mingdan sotilyapti bozorda balasini o'zi. yutuqda agar Ha, 10 ta tug'ib bo'lsa ham 1,5 million olib 1,5 chiqib million beradi. pul. Boringizga shukur, gap yo'q. Harakat qilsa bo'laveradi. Tirigi ham bering, oling. O'tyapmiz. Ha, bemalol. Tirigi ham, Go'shi ham bor so'ygani aka. bor. Ha, hammasidan qilib Hammasidan beraman. bor. Sotuvda ham bor aka. Qilishyaptimi? Murojaat qilishyapti. So'rashyaptimi? Ha, aka, rahmat. Gap yo'q. Mana qarang, bitta reklama bilan hamma qiyoningiz sotib o'tsiz. Boringizga shukur, sog' bo'ling. Rahmat. Hop, Rustam Hop. aka. Sog' bo'ling aka. o'zingiz Ha, yaxshimisiz? ha, rahmat. Mana Bo'lyapti. misol qiyonni tirigi kerak, so'yilgani kerak edi, dorilikka deysa, murojaat qilsa xizmat Bemalol aka. qilsa, Hammasidan qilib beramiz. Boringizga. Qaytarmaymiz klientga. sog' bo'ling. Nomeringizni bering. 90 305 87 86 aka. Boringizga shukur. Rustam akam attalaatsa bo'l. O'zi beramiz aka. Inson bo'lsa o'zim kelaman. Bo'ldi aka. Boringizga Yashang shukur. aka. Rahmat. Bozoringiz bo'lsin. Sog' Sog' bo'ling. bo'ling. Ozorlayim bersin. Bugun birontasi chiqalaylik, chanqadi. Akalar mana mabodo bozordan charchab qolib, chanqab qolsalar, mana ayronlar bor, qurutlari bor, kirishkalari bor, chipslari bor. Mana yana qurutlar bor. Hamma narsa bor. Endi mana unisiga vobshe gap yo'q mana unisiga. Rishtondan kelganmi bu aka? Rishtondan kelgan ekan, mabodo agar kelsalar, shunga ham qilib berishaveradi. Yeb boringizga shukur. Aka rahmat shunchalik xalq xizmatini qilib, bitta chanqoq o'tirib, menda katta amakilar duo qilsa, rasa katta savob bo'lasiz. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Akalar kelinglar, chanqab qolgan bo'lsangiz kelib, o'tirib, ayronlarda ichib, yana sodalik qilaverasizlar. Boringizga shukur, sog' bo'ling. O'tiring. Assalomu alaykum. Bedana bozorimizni ham bir ko'rsatib yuboring, balla, bir ko'rsating Bedana bozorimizni ham. Ko'rsataring Bedana bozorini. Akalar bir dona bedana yo ikkita bedana ko'rardim. Mana odamlar sekin-sekin tushunib, Germaniya deysizlarmi, Amerika deysizlarmi, Fransiya deysizlarmi, shularga olib kelib, O'zbekiston lisapakida sayratishyapti. Kimdir quloqlariga yoqib, har xil shaharlardan kelib, bedalardan olib ketishyapti. Muxtor aka, qanday Muxtor aka? Vakil Muxtor aka. Mana shu Muxtor akam bitta bedana olib chiqishadi. Borgan sari bedanalar gullab, ko'payib ketyapti. Bedana olib chiqqingizga rahmat, sog' bo'ling, omad bersin. Bitta duo qiling. Umrimizga, rizqimizga Alloh bersin. Qatorda sog' salomat yuraylik. O'ylagan niyatlarimizga erishaylik. Alloh akbar. Rahmat, sog' bo'ling aka. E'tiborchi. Ya duoni ham katta kichigi yo'q bizda, bolalariga shukr. Salomat bo'ling. Xo'p bo'lar aka. Bedanalarda mabodo kerak bo'lsa, xaltalari, to'rqovoqlari, suv idishlari, don idishlari bor. Hamma mahsulotlari bor sizda. Buni to'rqovoqlarni ish bundan. 80 ming, 85 mingdan. Borgan sarichi bedana bozori rosa gullayapti. O'tda ham bedana bozor bor ekan. Erta ham ko'rsatib beraman. Bolalaringga shukr, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Amaki tuzumsiz, qalaysiz, ishlaringiz yaxshimi? O'zim nima qilingan qo'yaveraman. Mana shularni ish bilan aka 80 ming bo'lyapti, 80 ming gap yo'q. Buni hozir Italiya bedanaga hop, sayrab turgan bo'lsa ham ochib qo'ysa bo'laveradimi yo? Ochiqda sayraveradi. Sayraveradimi? Boringizga shukr. Ochiqda sayraveradi. Bozoringiz bo'lsin. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Bo'ldi aka, olaman hozir. Akalar bedanani mabodo kerak bo'lsa, to'rqovoqlari bor. Mabodo kesalar mana sayrashyapti. Ishqo jo'jalari ham bor ekan. Mabodo kesalaring jo'jalardan ham ko'rib olaverasizlar. Yoqqanlarni tanlab bemalol olaveringlar. Bular olib turman, so'rashib olaman. Aka, mana shuni hozir bitta qo'lingizga oling-da. Mana aka, mana shuni erinmasdan bir marta, ikki marta buzib turib, ne qildingiz-a? Xitoy damini olsa Xitoy. Mana o'zbeklar qarayaptilar-da. Bamburgda shunaqa cholib, ne qilib berishibdi? Beta choling. O'zimiznikiga choling, o'zimiznikiga. Ye, muxdilaka, kirdi, muxdilaka. Assalomu alaykum.
Aka uydagilar balla o'zi yaxshimi? Atuzunlaydi o'diz mana. Bo'ldingizmi? Akalar, quloqlaringga yoqib qolsa, nayga olib o'tirib berilmasdan usulbatda cholasizlar, keyin o'rganib ketasizlar. Telefonlari o'zim. Ya topamiz. Hozir yoz telefoningiz bor-a? Yo'qmi? Choling yana bittasini. Hali nimada Hamzada o'tirib olatadi, haydalish kuniga choling deb, haydalish kuniga chovaring. O'tgan kunlarda. Oh! 5-kuni Shahmardonda syomkam bor. Borvozlar bilan olib syomka qilib chiqaraman. Boringizga shukr, sog' bo'ling. Omadsiz bo'lsin. Aka qarangda, shunchalik bitta bambukdan shunaqa zo'r narsalar qilibsiz, omadsiz bo'lsin. Nech pul narxi? 150 ming tortib nimagacha bor? 250 minggacha bor. 150 mingdan 250 minggacha bor ekan. Kelin murojaat qilaverasizlar. Alloh rozi bo'lsin, sog' bo'ling. Nimaga ketyapman festivalga? Qachon? 3-kuni ketyapman. Ya mashallah, akalar bayroqni ko'tarib qo'yamiz. Haqiqatan mana nayni cholib, Namangaga ketishyapti-ku. Xudo xolasa duo qilamiz. Qo'qonliklar birga oldida boramiz. 3-kuni syomka bo'lar ekan 3-kuni. Boringizga shukr. Boringizga shukr. Yashay. Rahmat, sog' bo'ling. Chempion bo'lib keling, chempion. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan hunarmand akam berilmasdan Namanganga borib birinchilikni olib kelganlar. Qo'qonda vistka bo'ldi, Namanganda. Qo'qonliklar birda oldi. Kattari zo'r ekan bu. Hasan aka oldilar. Siz ham xudo xolasa Qo'qonliklardan birda olib siz kelavering. Videolarimizni rahmat deb qo'ying. Shunchalik odamlar ko'rib, chanqab qolsa ayron, sharbat, gazvada ichyapti. Tomog'ini xo'llagan sari sizni duo qilaveramiz. Alloh rozi bo'lsin, sog' bo'ling. Ha, o'tgan safar aytdim-a, mabodo puli bo'lmasa, amakijon, puli yo'qsa bering. Albatta aka. Siz mana hozir bitta ayronni yo sharbatni beringda, Xudoyim taolo 10 bara, 15 bara orqali qaytaradi. Xudo xolasa aka, xudo xolasa. Ilohim aka. Qani duo qiling. Hammamizga kasb-korimiz baraka bersin, xonadonlarimizga ishlarimiz, omadimizni bersin. Ilohim iymonda, islomda mustahkam qilib, hamisha xursandchilik o'ynab yuraveradi. Alloh akbar. Nima qo'yib berasiz? Barakasi. Mana aka, Uracha sharbat. aka, urish sharbat quyaman aka, yuraklaringiz masaj qilib boradi aka. Mashalloh. Akalar, urish sharbat desalar, yuragingga baquvvat bo'ladi. Masaj qiladi aka, masaj qiladi aka. Dilnoza Ko'payeva ham mana masaj qiladi aka. Mashalloh, boringizga shukr. Akalar chanqab qolsalaring, urish sharbatdan qo'llaysizlar, yana gapirib ketaverasizlar. Salomat bo'linglar. Ko'payib balalaydi. Bala joyda zo'r yuradida. Kim bu? Kalakop aka, men qarang, tuxumga haydayapti, tayyor. Mabodo agar ishqiboz bo'lsangiz, olib berishim mumkin. Gaplashib. Qanchaga qo'ydingiz ko'taradi? Ha? Internetda turibmiz. Ha. Menimcha siz bo'ldi, qora aka, men gaplashib olib beraman. Chetdiki. Qo'qonniki, 5 pulga olib bersam bo'lar-ki. $300 deyaptilar, kalakop ekan. Qora aka. So'rayman bir bor. Bo'ldi. Akalar qumrilar. Qumrilar ham bor ekan, qumrilar ham mana. 200 ga bermaydi. Qumrilar mana. Bo'ldi, olib beraman. Akalar mana qumrilar bor. Mabodoga ishqiboz bo'lsalar, beramiz qumri ham. Endi baliq bozorimizni ham bir ko'rsataman. $300 tovus. Mabodo ishqiboz bo'lsalaring, $300 agar nom bo'lsa, nominlari bor. Xudo xolasa oxirida qo'yib ketamiz. Qochib turinglar, bunday turinglar. Qumrilar bahosi 100 mingdan. Qumri. Istaka. Akalar, qumrilarga ishqibozlar, tovusga ishqibozlar $300 ekan, mana o'zi 100 ming ekan. Agar ishqiboz bo'lsalaring, qo'limizdan kelgancha gaplashib olib beramiz. Akalar, mabodo ishqiboz bo'lsalaring, baliq bozori ham bor. Baliqda kattalari, kichkinalar, aka gapiravering. Qumrimi?
Ha bizniki $300 deyapman. Zichib tushib beraman. Akalar $250. Aka, mabodo baliqlarga ishqiboz bo'lsalaring, kelasizlar, ko'rib, yoqqanlarni olaverasizlar. Qaysilari yoqqan bo'lsa, qarayapsizlarmi, kattalari, kichkinalari. Ammo monolar dahshat ekan, mana monolar. Dahshat, ha. Gap yo'q. Baliq boqqanga rahmat, shunchalik olib chiqib, opoqlar, nevara bozorlar olib chiqib, baliq bozor, qush bozor, kaptar bozor, toshbaqalari ham bor ekan. Toshbaqalari ham. Ya bolalariga shukr, bolalariga shukr. Sog' bo'lsin, omadlarni bersin, bozorlarni beraversin. Akalar, mabodo baliqlar ishqiboz bo'lsalar, mana qizil, oqi, qorasidan nechi puldanlar? 10 mingdan har xil ekan. Kelin biroz asani akvaringga solib bersa, hamma mahsulotlar tayyor qilib berishar ekan. Mana baliqlar. Endi akvaringda baliqlar bor. Buni baliqlarni ko'ryapsizlar, mana ular ko'ryapsizlar, mana. Erinmasdan tomosha qilinglar baliqlarni. Vazduqlari, suvlari toza, toshbaqa. Mana yana vazduqlari turibdi, mana. Buni ko'ryapsizlar, buni chiroyliligiga qarang, mashalloh. Alloh mo'jizasini qarang, bir chiroyli, ajoyibli. Qizil, oq, qora, tushdi. Mana ular nechi puldan? 40 ming so'mdan qaranglar. Mana akvaringga olib kelib, misol bitta mahsulotini qo'yib beraman desa, hamma narsasi bor ekan. Toshigidan gulligacha bor ekan. Tomosha qilib, mazza qilishadi. Alloh rozi bo'lsin, bozorlarni bersin. Gap yo'q, akajon. Tishnilarni mabodo ishqiboz bo'lsalaring, mana shuna qilib ona bak nimalarga solib berishar ekan, yerinmasdan bitta olib kishar. Nechi puldan donasi? 30 mingdan ekan donasi. Mabodo agar ishqiboz olsalaring, kelib olib ketaverasizlar. Va Kanar aka bozorimiz ham gullayapti-ya aka. Boringizga shukr. Assalomu alaykum. Uydagilar, balla hamma yaxshimi? Moda kichkina bo'lar. Bo'ldi akajon, ha? Xo'p bo'lar akajon. Qapastaga qo'yib olganlar. Assalomu alaykum. Bedanalar bor, kanarika bor, papugay bor, kaptar bor, kakli bor, turbach bor, oq qumurlar bor, papugay, uni nima deydi, karello bor, va niyoz yudishga sayrab turgandan bor, amadinka bor, oq qumurlar bor. Gap yo'q, mana ballarni olib kelib, nevaralar olib kelib, Lisap akamizni obod bo'lyapti, gullatib ko'rsatishyapti, mazza qilishyapti, odamlar ko'rib, yangilik kelib qopti aka deb shuncha narsa solib qo'yishibdi. Alloh rozi bo'lsin akamizdan, omadlarni bersin. Bedanalar ham bor ekan, mana bedanalar. Toshbaqa ham bor ekan, toshbaqa. Mabodo ishqiboz bo'lsalar, toshbaqa ham bor ekan. Kelasizlar, biroz asalaring, tomosha qilib ketaveringlar. Lisap aka kelsalar, mazza qilib yuborasizlar. Sog' bo'linglar, e'tibor uchun rahmat. Baliqlarda mahsulotlari kerak bo'lsa, vazduqlari, ovqatlari, toshlari, gullari akvaringga solib qo'yishadi, chiroyli qilib yasatib berishadi. Mabodo ishqiboz bo'lsalar, kelaverasizlar bemalol. Qo'ldan kelgancha ko'rsatamiz. Baliq bozorda ham bir ko'rsatib qo'yaylik, baliq bozorda. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Aka, tuzimisiz? Qalaysizlar? Akalar, baliqlar mabodo yoqib qoladigan bo'lsa, akamga murojaat qilsalaring, akvaringga solib, chiroyli qilib yasatib berishadi, ko'rib havas qilaverasizlar. Tosh kerakmi, guli kerakmi, nima mahsulot kerak bo'lsa, bemalol xizmat qilaverasiz. Alloh rozi bo'lsin, sog' bo'ling. Omad sizga bersin. Akalar, mabodo kelsalaring, 50 mingdan 60 ming, 150 ming, 200 minggacha bor ekan. Va kattalarni ish pul 200 mingdan. Mabodo ishqiboz bo'lsalaring, kelib, aka, shunaqa yakshanba kuni chiqdik. Qush bozorga, baliq bozorga deganlar bo'lsa kelishaversin. Faqat yakshanba kuni bo'ladi xolos. Qush bozor, baliq bozor, gul bozor. Faqat yakshanba kuni bo'ladi. Qolgan kunlari, chorshanba kunlari kaptar bozor, juma kaptar bozor bo'ladi. Qush bozorda ashit ko'rsatib qo'yamiz bo'ladi. Yakshanba kunlari chiqsalaring, qush bozorimizda bunaqa ruchina qushlar ham bor. Kimlardir agar ishqiboz bo'lsa, kelsalaring yakshanba kunlari Opoqijon turing, qush bozor, baliq bozor, gul bozor, kanarika bozor, baliq bozor, bedana bozor deb borgan sari odam ko'payib, kuchayapti. Borgan sari yana ham ko'payib ketyapti. Bolalarga shukr. Sayrashini qarang, sayrashini. Mashalloh. Bozorlarni esa sog' bo'linglar.
omadli bersin. Endi mana hamishoylar bor ekan. Hamishoylar kimniki? Ishbilda. Ha bo'la, hozir 1 million. Yo, 3 mingdan qochib ketadi. 25 mingdan ekan. Mabodo ishqoz bo'lsalaring, kelib murojaat qilib olib ketaverasiz. Buni juplab balalarni ko'paytirganmisiz? Bermalarimiz bor. Boringizga shukur. Nomeringizni bering. Bu kimniki bu? 95lik 190 0502. Bu kimniki bu? Nechi pul? Ha? Ya cholmaydi bu. Ovqatida qonli turibdi-yu. Malades, qo'lda boqilaymi? Alloh rozi bo'lsin, gap yo'q. Akalar, mana ko'ryapsizlarmi, shuni erinmasdan shpritsda boqishibdi, mana qarang. Kasha berishibdi mana. Kasha berib qo'ydilar. O'zi qo'lga o'rganib bo'pti o'zi. Yana jinni katta bo'lsa, bemalol qo'lga chiqaradi. Nech pul bu? 900 ming so'm. Mabodo ishqoz bo'lsalaring. Hoji aka, assalomu alaykum. Videolar, balla o'zi yaxshimi, tuzimsiz? Duo qilib bering. Alloh akbar. Sog' bo'ling hoji aka. 900 ming agar mabodo ishqoz bo'lsalaring, murojaat qilsanglar, xudo xolisa qo'limizdan kelgancha eplab olib berishga harakat qilamiz. Bozorlayman bersa sog' bo'ling. Akalar, mabodo kerak bo'lsa, mishiq shodiyoni ham bor. Agar mabodo kerak bo'lsa, tuzingizga mishiq shodiyo agar kaptallaringni, qushlaringni bezovta qilsa, amakimga murojaat qilasizlar. Bemalol nomerlari bor, tashlab o'tib ketamiz. Qo'ldan kelgancha inshaalloh harakat qilib so'rab beramiz. Amaki nomeringizni bering. 99 993 66 09. 99 deng. 960 993 93 66 09. 6609 ekan. Rahmat, boringizga shukur. Mishiq qopqon ham bor ekan. Mendan mishiq qopqon so'raganlar borib, mana amakimda bor ekan. Kaptallaringni yeb qo'ygan bo'lsa, juda achchiqlanib chiqarsa mishiq qopqon bor ekan, qilib berishar ekan. Bitta duo qiling. Bozorimizga Alloh kushoylik bersin. Ishqibozlar ko'paysin. Amin. Yaxshilik kunlar bo'lsin. Sog' salomatlik bilan ko'rishaylik. Alloh akbar. Yurtimiz ham tinch bo'lsin, bozorimiz gulli bo'lsin. Rahmat. Boringizga shukur. Sog' bo'ling. Bo'ldi. Akalar, mabodo chissalaring, mana Sharif akam 10 mingta gulga qaranglar. Alloh rozi bo'lsin akamizdan. Mabodo ishqoz bo'lsalaring, kesalaring, xonadonlarga gullar qo'yib qo'ysalar, sovchilar ketdi, qizini olib ketib boraveradi. Qara, chiroyli gullarni. Ajoyib gullar. Sharif aka, bozoringizni bersin. O'tadi hozir. Assalomu alaykum. Sharif aka, tuzilibsiz. Xonadonlar, uydalar, Sog'lik yaxshimi? Siz yaxshimi? Shunchalik hurmat qilib, xalq xizmatini qilib, xonadonlarga gullarni beryapsiz. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Nima niyatlayapsiz? Amin. Alloh akbar. Bozoringizni bersa aka, bozoringizni. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Tuzimsizlar? Va zo'ri. Shu bozorlarimizga kirsalaring, har xil qushlar bor. Kaptarni tushunaman, qushlariga kam tushunaman. Ammo otini bilmayman. Ona mana unisi bor, tepadaylar. Tepadaylar bor, dahshat qushlar ekan mana. Borgan sani Qo'qonimizga ajoyib maskali qushlar kelibdi. Alisher, ko'rinmadingiz, Rossiyadanmi deysiz? Ha. Mana mabodo ishqozda bo'lsa, kelaverasizlar. Ukaxon. Nech pul edi Baxtiyorjon? Va Baxtiyorjon. Nech pul? Akalar, 2,5 million ekan. Mabodo ishqoz bo'lsa, to'rovini olib, balalarni balataverasizlar mana. Bolalariga shukur. Mabodo ishqoz bo'lsalaring. Assalomu alaykum, Baxtiyorjon aka. Xonadonlar, uydalar, balla o'zingiz yaxshimi? Tinchmisizjon? Karellalar nech pul? Qari 400 ming. O'tinchi Baxtiyorjon. Bular nech pul? 250 dollar. Jo? Akalar, qushlar ko'ryapsizlar narxini? Ana o'si 2,5 million, mana unisi mana 250 dollar ekan. Mabodo ishqoz bo'lsalar kelasizlar, murojaat qilib turib, agar nomerlari bo'lsa desam,
ish bilan ketyapti, narsa kelib qolibdi. Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha yaksham tusalar. Rustam aka, olib bering biror narsa desalar, qo'limizdan kelgancha. Faqat mehmonlar uchun, qo'qonliklar emas, mehmonlar uchun olib beramiz. Skidga qilib beramiz. 100 ming 50 ming o'sha foyda, o'sha biz yordam bersak. Mana, alaykum assalom. Mana uka yerda ekan. Tuzimiz ukajon, ishlaysiz yaxshimi? Mana papugaylar, nech pul papugaylar? 200 ming aka. Par 200 mingdan, a? Ularchi? Bular kanareyki. 300 ming donasi. Donasi 300 mingdan, mabodo papugaylar kerak bo'lsa 200 mingdan ekan pari. Uni ko'paytirsa, ballaratsa bo'laveradi. Ya adash. Akalar qapaslar bor, mabodo ishqiboz bo'lsalaring, yakshanbga tutsalar bemalol murojaat qilasizlar. Qapaslar bemalol bor. Murojaat qilaverasizlar. Qapaslarda kanareka, papugay, amadinka, katta qapas. Mabodo kerak bo'lsa kichkina qapaslar ham bor. Bemalol uyga olib borib sotib tashab qo'yaverasiz, mana. Kattalari ham bor. Ko'ho. Voy ko'ho. Ushamang. Jiming. Akalar 280 ming aka. Agar mabodo murojaat qilsalaring, yakshanbga kelsalar ham bemalol yo'lida qilib olib beramiz. Buni unisi 18 mingdan aka mana. 18 mingmi? Ya 20 ming aka, uzr, 20 ming aka. Buni 280 ming bo'lishini ish bor. 270 ming qilib beramiz. Bizni hurmatimizdan 10 ming 20 ming o'tib berishadi. Rahmat ukalarimiz, Alloh rozi bo'lsin, sog' bo'lsin. Kesalari qo'limizdan kelgancha xizmatdamiz. Mana qush bozorimizga ko'pchilik chiqyapti. Lisa pakimiz bozor borgan sari gullayapti. Nevarlarni olib chiqib, qush bozor, baliq bozor, gul bozor. Mana siz shunchalik hurmat qilib, Toshkentdan yerimni olib kelyapsiz. Mahsulotlar hamma yoq bor. Hamma yoqimiz bor, xudo xolasa. Dastlabki ham qilib beryapsiz. Dastlabki xizmatlarimiz ham bor. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat kattakon. Kamchilik yo'qmi? Hamma yog'imiz bor. Kecha Toshkentga borib keldik. Mana yangi suv idishlarni olib keldik. Garmushkalar, bunaqalar bor. Agar hamma yog'imiz bor. Murojaat qilsalaring, mana aka bemalol kelishaveradi. Ukaxonimizga murojaat qilaverasizlar, kelib olib ketaverasizlar. Xudo xolasa. Nomeringizni bering. Nomerimiz 90 567 35 03. Nima kulasiz? 90 Ha, bo'pti mana. 90 Bo'ldi, mana. Hali bo'ldi hali. Akaxonlar dastlabki xizmatlarimiz ham bor. 90 567 35 03. Bemalol telefon qilaverasizlar, o'tirgan joylaringizda olib borib beraveramiz. Yeb boringizlar, duo rahmat. Loyimlarni shu qush bozorimiz gullab yashnasin, odamlar ko'payarsin, barakasini bersin. Allohu akbar. Mana shunaqa Ibrohimjonga o'xshagan bag'ircha qilib, xursand bo'lib yuraveringlar. Rahmat bersin. Sog' bo'ling. Bo'ladi. Bir kilomiz endi. Ha, bo'ldi gapi. Akalar, qush bozoriga kelsalaring, suv idishi bor, don idishi bor, gnizosi bor, vitaminlari bor, qo'noqlari bor. Hamma idishlaridan bor. Kelsalaring, murojaat qilsalaring, qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Qapaslar bor mana. Qapaslar. Mana qapaslar bor. Mabodoga kerak bo'lsa bor. Tuxumlar, bu yerda nima deydi? Qovoplar bor, qovoplar mana. Qiyma, buni bag'i burda, mana. Burda. Mabodo kelsalaring, vaju, ko'cha osh, orqasida yana vaju. Assalomu alaykum. To'g'ri aka? Xonadonlar, uydalar, ballar o'zingiz yaxshimisiz, sizmisiz? Alloh rozi bo'lsin sizdan. 4 ta qozonga qarayapsiz. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Xalq xizmatini qilyapsiz. Hech qachon kamimiz. Rahmat, shunchalik hamma yoqni qaynatib, eplab harakat qilyapsiz. Odamlar kelib, har xil shaharlardan kelib, qonni to'qlab ketyapti. Alloh rozi. Oppoqxon akamga rahmat, shunchalik mana. Sizmisiz aka? Uydalar, ballar. O'zingiz yaxshimi? Tinchmisiz aka? Bozorimiz gullaganiga hamd sanolar, shukronalar o'zingiz. Yo, o'zingiz aka. Ichkariga kirib oldik aka. Tovuslarni sal kelishtirsangiz, qora akaga olib beradi uyda. Akalar, Kanaraka bozoriga ham keldim. Cho'pli kanarakalar bor ekan, cho'pli. Uni nasachubga yo chubati ko'rsangiz qo'shtiq kaptar olasizlar. Xuddi shunaqa nasachub, lisi qo'shtiq beryapti-ku. Kanarakalar ham borgan sari ikkita bitta qapasda Muhammadjon aka olib chiqardi, Bedanani Muxtor aka olib chiqardi. Kaptarda ham bitta ikkita odam olib chiqdi. Endi borgan sari kaptar ham qushli, hamma kap odam sekin-sekin ko'payapti. Nimani hisobga buni videolar chiqqaniga odamlar ko'rib, "Opaxo'ja turing, qush bozor, gul bozor, Kanaraka bozor" deb
opoqlarni olib chiqyapti. Ular qiziqib yuraverdi, devorlar aylantirib keladi, olib chiqishyapti. Bolalariga shukur. Kalar aka bozorda ham ko'rsatib qo'yaman. Assalomu alaykum. Hoji bobo, assalomu alaykum. Uydagilar balla. Hoji bobo mana Kanar aka bozorlarga chiqib, shunchalik hurmat qilib, har safar ko'ryapti, odamlar mazza qilishyapti. Hoji bobo, bu Kanar aka bozorda bitta ikkita odam chiqardi, odam ko'paydi. Duo qilib bering. Omin akalar. Alloh rahmat, xudoga sog' bo'linglar. Bozorlaring bersin, rahmat. Rahmatjon aka, haqiqiy mana Musulmon aka uydagilar, balla. Mana shu akam bitta qapas olib chiqqan edilar. Kanar aka bozor gulladi. Mana shu akam bir dona qapas olib chiqqan edilar. Shahda o'zi olib chiqqan edi. Mana shunchalik odamlarni olib kelib ko'paytirishdi. Alloh rozi bo'lsin akajon, sog' bo'ling. Omad. Hoji bobom qanday? Qaqaga ketdilar. Voy Hoji bobo! Voy Hoji bobo! Voy Hoji bobo! Assalomu alaykum. Voy Hoji bobo! Yo bak keling. Bir bo'lat. Yo bir minut ketasiz. Kel. Assalomu alaykum. Uydagilar balla o'zingiz bak keling. Ashikka o'tiring, ana ashikka o'tiring ana. Kel baqa Abbosxon. Ashikka o'tiravering. Ya o'tir o'zimizniki. Mana Kanar aka bozorga tushsak, mana shunchalik odamlar ko'rib, mazza qilyapti. Mana shu hoji bobolarga duolayapmiz. Alloh rozi bo'lsin, hoji bobo bitta duo qilib endi. Amin. 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 Vatanimiz tinch bo'lsin. Amin. Xonadonlar tinch bo'lsin. Hammani yutuqlarga muvaffaq bo'lsin. Parvardigor farzandlarning orzusini ko'ring. Allohu akbar. Rahmat, sog' bo'ling hoji bobo, boringizga shukur. Shunchalik Kanar aka bozorlar ham borgan sari gullayapti. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Sog' bo'linglar. Rahmat. Kanar akalarimiz sayragan sari pulolaringga yoqib qolsa, aksiyalaringiz skidga qilib, iloji yo'lida qilib beramiz. Faqat safarda turib mehmonlar uchun 50 ming, 100 ming, 150 ming yo'l kirosini hisobini olib, aka mehmon desa, xo'p deb hurmat qilib berishadi. Assalomu alaykum. Sho'ba, sizmisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Boringizga shukur. Akalar mabodo kerak bo'lsa, qushlarni privoznoye zo'nlari kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Qo'limizdan kelgancha Kanar aka bozorida ham ko'rsatib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, rahmat e'tibor uchun. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xayrli tong. Biz nimadamiz? Resepakda hali ham o'sha manzil o'sha joy. Kelaveringlar. Hokim aka deb bering. Hokim bor mashinni. Bitta. Hamma sizni deb ko'rsatib yuboring. Hokimjonni. Muso aka qaraverasiz. Qaysi shahardan keldingiz, savol bering. Qaysi shahardan keldi? Bu yo'qolib bo'lgan yo'ldan chiqib. Oltiariqdan keldi. Oltiariqda mashinalar ko'p. Mali aka. Hazil, muso hazillashyapti. Mali aka. Uzun pishsa boramiz, ha? Ayting. Mali aka. Mashinni aldar ko'rsatib hazillashadi. Oltiariqlik mehmonimiz Hokimjon Rusom akam bilan Musoxon aldar ko'sa mashina hazillashadi. Hazilu. Aldar ko'sa yo'qsa mashinni. Mana Musoxon g'idish deb qo'y Musoxon. Assalomu alaykum. Kuzatuvchilar, biz Misha bozordamiz. Yomon bo'zni ish bor. Shu 500 ming aka. 500 ming. Sarig'imi? Sarig'i, ha? Kichkinalarchi? Bittalarchi, bitta o'yinlar. Chaqimma aytishyapti. Nomerlarni so'rang, nechi nomeringizni? Telefon nomeringizni aytib o'ravering. Reklama. 93lik. Hop. 22 73 33. Mana shu kishiga murojaat qilaverasizlar.
Akalar, katta bozorimizda ham dekorativniy kaptarlar chiqadi. Tumshug'iga, cho'piga, paypoqlarga e'tibor berib, kesalarim bemalol yakshanba kuni chiqishaveradi mana. Ana kaptarlar. Ana chiqibdi, bodom chiqibdi. O dahshat bo'libdi bodomi. Mana bu yerda novvat, qoramalla, cho'ka. Obada kerak bo'lsa bor. Bu yerda garmushkalar mana. Garmushkalar. Bismillah garmushkalar. 90 ming, 50 ming. 90 ming, 50 ming. Mobodo murojaat qilsalaring, bemalol aytamiz. Mana juvanachalar. Ishqibozlar bemalol aytaverasizlar. Assalomu alaykum. Sizingiz qalaysiz? Ishlaysiz yaxshimi? Dekorativniy kaptarlar. Bahodirjonda kaptar ekan. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Kimniki? Adashdi kaptar ekan. Alloh rozi bo'lsin. Akalar, cho'p bori ishlashibdi. Gap yo'q, zo'r ishlayapti. Cho'p, paypoq, to'n, razmer. Gap yo'q, omad bersin. Andas mana shunaqa yaxshi. Mayli. Yaxshi kaptarlar chiqarsin. Mana shunaqa yaxshi kaptarlar chiqsa, O'zbekistonda zo'rlar bor ekan. Qo'qonda bor ekan zo'rlari deb kelsa, mehmonlar bemalol murojaat qilib, olib kelib, shu kaptarlarni sotib, xizmatini ko'nglidan chiqarib bersa, berdi, bo'lmasa duo qilib qo'ysa bo'ldi bizga. Narxlari nech pul? $1,5 ming. $1,5 ming. Mana akalar ko'ryapsizlar, cho'p paypog'iga, razmeriga qarab bemalol olaverasizlar. Borgan sari katta bozorimiz ham rosa gullab, ko'payapti, odam ham rosa ko'paydi. 130 mingta, bunchasiga emas, 130 mingta. Vallahiga shukr. Bahodirjon akamiz so'rab qo'ying. Akam passiyanlik ko'rsalar, passiyan duo qilib bersa, siz ham o'zingiz duo qilib bering. Amin. Allohu akbar. E'tiborchi rahmat, sog' bo'ling.